taqdimotimizda Mopassanning hayot asari haqida gaplashamiz. Bu asarni men ko'kka sovrilgan umidlar qissasi deb ta'rifladim. Bunga ta'rifni taqdimot davomida bilib olasizlar. Asarning yozilish sabablarini ko'rib chiqsak, busiz bo'lmaydi. Chunki har bitta ijodkor ijod qilar ekan, o'sha asarni ilhomlanish sababi bo'ladi. Xo'p, Mopassan bu asarni yozishga 10 yildan ortiq vaqt tayyorlangan. Buncha tayyorgarlikka nima sabab bo'lgan? Ya'ni bu juda ham bir realizm yo'nalishida yozgan, real voqealarni olib chiqqanligi uchun ham unga ancha vaqtgacha tajriba yig'ishga to'g'ri kelgan va asosiy sabablardan bittasi muallifning onasi shaxsiy hayoti murakkab kechgan, muallifning onasining va eridan, ya'ni Mopassanning otasidan ajrashgan edi va onasini hayotini, onasini his-tuyg'ularini, psixologiyasini kuzatish davomida Mopassan aynan ayollar masalasini yuqoriroq ko'targan shu hayot asarini yozishga kirishadi. Mopassan bu asarda go'zallikka pardoz bermay, hayot shafqatsizligini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib bergan. Ya'ni biz rad qilib bo'lmas muammolarni hammasini shu asarda ochib bergan. Keyin Mopassanning ruhiy kasal bo'lishi o'sha hayotini oxirrog'iga borib, ruhiy xastalikka chalinadi va bu narsa ham hayotga pessimistik qarashlariga qaysidir ma'noda sababchi bo'ladi. Baronning Janna ismli qizi bo'ladi va u 17 yoshigacha monastirda tarbiya ko'rgan bo'ladi. Ungacha baron qizini hech qanaqa bir tashvishlardan, g'amlardan, yo'qchiliklardan forig' holatda monastirda pushti ko'zoynak ostida katta qiladi. Ya'ni umuman gard yuqtirmaydi, muammoga tiqmaydi qizini, ya'ni va 17 yoshdan keyin qiz dunyoga juda ham bir yorqin bo'yoqlarda qaragancha monastirdan qaytib keladi. Uni orzusida ilohiy bir muhabbat, his-tuyg'ular va shahzodam keladi, shahzodamga erga tegaman, hayotim baxtli kechadi degan qizlarda odatiy orzu-havaslari bor edi va birdan keladida o'sha qo'shni Julien ismli puldor yigitga unashtirishadi ota-onasi va muhabbat shu ekan, taqdir shu ekan, shahzodam shu ekan dedi-da, o'shanga turmushga chiqadi va turmush boshlanadi, haqiqiy hayotning maydoniga tushadi. Bu paytda atrofiga qaraydiki, Janna o'zi o'ylagandek hayotga tushmadi. Ya'ni hayot u o'ylagan qadar unaqa bir baxtli, sehrli emasligini anglab yeta boshlaydi va boshidanoq hafsalasi pir bo'ladi. Chunki eri xasis, pullar bo'lgani bilan xasis, axloqan buzuq, ma'nan past bir inson bo'lib chiqadi. Vaholanki u juda ham shahzodaga o'xshagan chiroyli, ko'rkam edi va puli bor edi. Ya'ni o'sha davrni oilalari uchun bir namunali erkak sifatida shakllangandi. Shuning uchun ham kuyovlikka tanlashgan edi. Va Julien vaqtlar o'tadi, mayli deydi, erim xasis bo'lsa ham, mayli endi ozgina qattiq qo'l bo'lsa ham deb chidab yashab turgan paytda bular xizmatkori bo'ladi. Rozali ismli xizmatkori bo'ladi, faqat tug'ib qo'yadi. Oxir bilishsa-ki, u Juliendan bo'ladi. Ya'ni kundoshiday bo'ladi-da. Keyin uni bilgandan keyin bu narsa birinchi eng katta zarba bo'lib, Jannaga birinchi zarba bo'ladi va bu zarbaga dosh bera olmasdan kasal bo'lib qoladi Janna. Kasal bo'lib qolib, juda ham bir qattiq stressga tushadi, chunki hayot zarbasini ko'rmagan, muammolarga uchramagan. Qizga bu juda ham og'ir, qattiq zarba bo'lganligi uchun mazasi qochadi va tez orada o'zining homiladorligini ham biladi. Rozalini mayli, uni boshqa bir insonga turmushga berib yuborishadi, ta'minotini qilishib, oilasi sal boyroq bo'ladi. Ta'minotini qilib uni jo'natib yuborishadi va endi farzandli bo'ldi Janna. Farzandli bo'lib, farzandi bilan ovunib, hayot shu ekanda deb yashashni boshlaydi. Vaqtlar o'tib, Julien yana o'zini axloqsizligini yana bir bor ko'rsatadi. Qo'shni uyda nariroqda o'sha er-xotin bo'ladi, uni xotini bilan alakishib qoladi. Va yana xiyonat boshlanadi. Yana Janna buni eshitib biroz qiynaladi, lekin birinchisidaqa zarba his qilmaydi o'zida va Julien qiliqlarini davom etkazadi. Oxir-oqibat halokatli tarzda vafot etadi. Ya'ni o'sha ayolning eri bularning xiyonatini bilib qolib, ikkalasini jarga uloqtirib yuboradi va fojiali tarzda yakun topadi Julienning hayoti. Va asar shu joydan meni o'zimda fikrimcha ikkinchi qismi boshlanadi. Ya'ni Janna bolasini tarbiya qila boshlaydi.
bolasini tarbiya qila boshlaydi va aynan o'zida sodir bo'lgan xatolarni bolasida takrorlashni ham boshlaydi. Pol ismli o'g'lini shunaqa papalab, puflab katta qiladiki, haligi Pol oxiri borib shunaqa bir xuddi Juliendan ham battar holatga keladi-da, oxiri onasini tashlab qochib ketadi. Qochib ketgani yetmaganday qimor o'ynab, qimorga berilib ketdi. Butun bor budini yutqazib, Jannani murakkab vaziyatga tashlab qo'yadi. Onasiga mehri haqida gapirmasa ham bo'ladi. Keyin bitta fohisha ayolga uylanib oladi. Va bunday paytda, ko'chada qolgan paytda Jannaga o'sha Rozali joniga oro kiradi. Rozali qaytib kelib, Jannadan kechirim so'raydi va birga yashay boshlaydi. Umuman ish xo'jalik ishlarini ham, umuman turmush tarzini yordam beradi, turmush tarzini tiklashda yordam beradi Rozali va Pol ham vaqtlar kelib bolali bo'ladi-da, bolasini yana Jannaga tashlab qochib ketadi. Bu ikkinchi imkoniyat edi Jannaga aslida. Ya'ni bu bolani endi qanday tarbiyalaydi? Hayotda achchiq-chuchugini ko'rdi, Polda qilgan tarbiyasini, mevasini ko'rdi. Endi xuddiki o'sha mopasdan ikkinchi imkoniyatni beryapti hayot bunga deganday oxirida shu chaqaloq bilan tugatadi asarni va bu orada yana Jannaning ideallarini qulashi vaziyati bor. Ya'ni o'zini ota-onasi ham bir-biriga xiyonat qilganligini bilib qoladi Janna. Va o'sha jamiyat uchun bu обычный holat, oddiy holatligini va bunga hayron bo'lmasligini ham bir hisobdan o'rganadi. O'sha paytda umuman tarbiya masalasini ko'tarib chiqqan Mopassan bu asar orqali, ya'ni qiz bormi, yigit bormi, ota-ona bolamga yaxshilik qilyapman deb papalab, o'sha asrab, avaylab katta qilishi mumkin, lekin ertadan keyin o'sha Jannaga o'xshab hayotni maydoniga shunoq tashlab qo'yilgan paytda farzand hech narsa qila olmay qolishi mumkin. Hayoti butun ag'dar-to'ntar bo'lib ketgan vaziyatda o'zini qo'lga ola olmay qolishi mumkin. Ya'ni agar Jannani Baron o'sha ota-onasi to'g'ri tarbiyalay olganda edi, hayotda bu tomonlari ham bor. Faqat sen pushti ko'zoynakda bo'lmagin, faqat rang-barangni ko'rmagin, rangsiz tomonlari bor, qora tomonlari bor hayotda, zarbalari bor deb shularni ko'rsatib tarbiyalaganda edi, balki Janna bu qadar dovdirab qolmas edi, balki o'z haq-huquqini talab qilib olishi ham mumkin edi. Va tarbiya masalasi yana bir bor Polda ko'rinadi. Rozalini bolasi endi olmaning tagiga olma tushadi deymiz biz. Shunaqa gap bor, lekin har doim ham tushmasligini ham isbotlab beradi. Olmaning tagiga bex tushib qolishini ham isbotlab beradi. Bunda Mopassan, ya'ni qaysi yo'l bilan? Rozalining farzandi ham, Jannani farzandi ham bitta odamdan, bitta kimsadan. Endi Pol otasiga tortdi deyishimiz mumkin, lekin Rozali farzandini shu darajada tarbiyalaydiki, qo'l-qanot bo'ladi onasiga. Onasiga mehribon bo'ladi. Ya'ni bitta sahna bor o'sha yerda. Janna birinchi marta o'sha yigitchani ko'rganda boshqacha bo'ladi va uni tarbiyasiga qoyil qoladi. Ya'ni u yigitcha Polning g'irt aksi edi. Axloqli, tarbiyali, odobli, bir onasiga mehribon bir bola bo'lib yetishadi va o'shanda yozuvchi aytmoqchiki, olmaning tagiga har doim olma tushavermaydi, tarbiya juda ham katta bir masala, katta narsani hal qilish mumkin, butun bir insonni kelajagini hal qilib yuborish mumkin degan javobni qo'yadi. Asarda yana bir asosiy masalasi bu ayollar mavqei, ayollar statusi. Xo'p, o'sha paytda butun bir ayollarni statusini ko'rsatib beradi. O'sha davrda adabiyot hammasiga qaraydigan bo'lsak ham, hammasida ham shu ahvol. Ya'ni ayol hech qanaqa kasbga, hunarga, jamiyatda bir o'ringa ega emas. Ular shu 17-18 yoshga turmushga chiqadi va turmushga beriladi. O'sha yerda faqat shu bekorchilik, agar boyroq bo'lsa, bekorchilik, u bazmdan bu bazmga borish holatlari kuzatiladi. Ortiqcha bir miyasini band qiladigan yoki bir o'zini vaqtini samarali o'tkazadigan bir ish bilan shug'ullanmaydi. Hamma muammo shundan kelib chiqadi. Janna ham o'sha boshida eridan bir ajrashmoqchi bo'ladi, xizmatkori bilan xiyonatini bilib qolgandan keyin. Lekin qaraydi, nima qiladi? Ajrashsa nima qiladi? Ota-onasini qarmog'idan chiqadi, o'zi bir kasbli emas, hunarli emas yoki boshqa mashg'uloti yo'q va qolishga, shu hayotga ko'nikishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari Janna o'zini onasi ham qachonlardir kimdir bilan xiyonat qilganini bilib qoladi, onasi o'lgandan keyin. Bu bilan ham nima demoqchi? Ayollar bekorchi bo'lib qoladi va u bazmdan bu bazmga yurib faqat shu axloqan tumanlashishga olib keladi bu narsa, ya'ni bekorchilik.
Va o'sha qo'shnisi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Julenga ilakishib qolgan ayol ham deyarli hech narsa bilan shug'ullanmaydi, faqat ot bilan sayrga chiqadi, kezadi, ba'zi jamshid qiladi. Shu mashg'uloti shundan iboratgina edi. Jannani ozgina statusi, o'zini mavqei, bir hunari, pul kelib turadigan bir yo'li bo'lganda edi, balki bu qadar bechora bo'lib, hayotini bu qadar haqiqatdan ham kitobda o'qigan paytingiz Jannaga achinib ketasiz. Chunki u axloqini, ma'naviy anosini saqlab qoldi asar oxirigacha. Unga ta'sirlar, unga zarbalar faqat tashqaridan, tashqi muhitdan o'zi aybdor bo'lmagan holatda kelaverdi. Shuni hisobiga dovdirab qoldi ayol va umuman ko'plab yemagan somsasiga pul to'lashga majbur bo'ldi. Endi asar so'ngida Razalining gapi shu bo'ladi. Hayot unchalik yaxshi ham emas, unchalik yomon ham emas. Bu ko'proq o'zimizga ham bog'liq bo'lib qoladi. Hayotimiz qanday? Ya'ni har doim baxtlilik, har doim xursandchilik bo'lavermaydi. Qiyin vaziyatlarga tushib turamiz va bu vaziyatdan qanday chiqib ketish ham o'zimizga bog'liq. Ya'ni unchalik yomon darajaga olib borib qo'yishimiz ham yoki o'zimiz ko'zlagan o'sha baxtga erishishimiz ham o'zimizga bog'liq. Asosan shu qizlar tarbiyasida va qizlarda orzu umidlarida gap ko'p, ya'ni ko'p ham kutuvlar, hayotdan ko'p ham kutuvlar, hamma kutuvlarimiz ham amalga oshavermaydi. Shuning uchun ko'p narsa kutib olmasligimiz kerak degan g'oya ham bor asarda.